Hozir shunda 15 minutdan keyin sog'im boshlanadi. Oldinda o't turishi kerak. O'tni ham shunga qarab tayyorlab qo'yamiz. 1200 dan ziyod molimiz bor. Kasal mollar bilan holatni o'zi kontrol qilishlari kerak. Assalomu alaykum. Hurmatli chorvadorlar, yurtimizni Xorazm ahli chorvadorlari, butun O'zbekiston chorvadorlariga assalomu alaykum deymiz. Bugun Xorazm o'lkasidamiz. Xorazm o'lkasini o'zgacha bo'lgan katta xo'jalik, katta ob'yom 1200 ta qoramoldan iborat bo'lgan. Bularning ichidan sog'in sig'irlar soni 420 dan ortiq sog'in sig'ir bo'lgan fermadamiz. Xudo xolasa shu fermani bugun o'zgachaligi birinchidan ideal agrar ratsioni bilan 1,5 yildan beri faoliyat o'tirib kelyapti. Ikkinchisi bizlarni ko'rsatishimizni, ya'ni xohishimiz bo'lgan joyi bugun asosiy masalamiz, asosiy mavzumiz bu katta fermer xo'jalikdagi ratsion qaysi prinsipda, qanday ko'rinishda, effektlari ratsion boshlangandan keyin bundan ratsiondan oldin qanday prinsipda bo'lganligi savol javobda bo'ladi. Bu tarafimiz bizlar ish boshqaruvchimiz San'at aka. O'zingizni tanishtirsangiz San'at aka. Men adım Yakubov San'atbek. Shu fermamizda tashkil topganman 7 yil bo'lmasa, shu 7 yildan beri shuda ish boshqaruvchisiz. Ish boshqaruvchi menejer bo'laman. Onsat emas, lekin 1000 bosh. 1200 dedingizmi? Ha, 1200 dan ziyod molimiz bor. Ham undan tashqari bu yerda necha ishchi band bo'lib ishlab turibdi? Ishchilarmi? Ha. İşçiler soni hozir 22 ta ishchi bo'lib turibdi deydi. 22 ta. Qoyilligin. Sizni o'zingizni men o'zimni qo'limdan kelmagan bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'ylaydi, hozir birinchi hammaning xayoliga kelgan narsa shu bo'lishligi mumkin. Shu sog'in sig'ir yo bo'lmasa mollardagi, fermadagi boshqaruv kundalik. Yo'q, buning ichida bilishimiz kerak. Kasal mollar bilan holatni o'zi kontrol qilishlari kerak. To'yka bilan, sog'im bilan, o'jaklarda holati, buzoqlarda. Undan keyin mollarning ichidan chiqib ketib turgan yetilgan o'kizlar, buzoq, buqalarda. Daladagi ishlar hammasi o'zingiz qo'lingizda kontrolda bo'lishi kerak. To'g'ri. Masalan, silos yetishligi, undan tashqari silosda tashqarida ekilganligi, yetilganligi va hokazo va hokazo. Bu ishni boshqaruvda sizga medal berish kerak haqiqatdan. Xo'p, San'at aka, endi ozgina vaqtingiz bo'lsa, gaplashganimizdek vaqtingizni olamiz. Tashqaridan hozir 40 gradus issiq, imkon boricha ichkarida bo'lamiz. Tashqarida salqin tushguncha ichkarida o'zingiz tanishtirsangiz, bu yerdagi fermaning ichidagi qoramollar soni. Hozir bu yerda turgan joyimiz sog'in sig'irlar turadigan joy. Ha. Bu yerda hozir 400 ta qoramol bosh mol bor. Sog'in sig'ir 400. 400 mol, bu zalda 400. 400 bor bu yerda hozirgi bor. Bu 400 ham sog'in sig'irlar. Ha. Sog'in sig'irlar bor. O'zi o'pchi sog'in sig'irlar soni? O'pchi sog'in sig'irlar soni 800 ta bor. 800 ta. Bu yerda 400 ga joylashgan, qolgani tinim davrida. Demak, San'at aka, bu yerda bu zolimizda endi bu zallarning soni bor ekan, 1, 2, 3 dona o'sha zol bor ekan. Bu qaysi zol bu hozir? Bu yerda faqat sog'imga borib keladigan Do'ykadagilar. Do'ykadagi mollar bor. 420 ta sog'iladigan mol ish o'ylab turibdi. Aha. Boshqa qoramollarimiz tinimdagilar boshqa narsa bor. Bo'lakli bor. Tushunarli. Hozir biz 15 minut o'tdi. Bu hozir qaysi vaqtda sizda hozir ovqatlanadigan vaqti, sog'in vaqti necha hisoblanadi hozir? Bizda yana masalan soat 3:30da sog'in vaqti bo'ladi. 4:00 yem berib qo'yamiz. Hozir shunda 15 minutdan keyin sog'in boshlanadi. Bu kechki sog'in 3:30da boshlanadi. 3:30da boshlanadi. Necha soat davom etadi? Soat 8:da servis sog'ib bo'ladi. Shunda 4:30 soat bo'ladi. 4:30 soat sog'in bo'ladi. Sog'indan chiqqandan keyin oldinda o't turishi kerak. O'tni ham shunga qarab tayyorlab qo'yamiz.
Mal sağ bölgeden gelişine otunu yiyiş gerek. Rasyon tayyorlangan bo'lishi Rasyon kerak. tayyorlangan bo'lsa kerak. Maqsad nima unda? Maksat malla yatmaslik gerek. Ha. Ya yatgan vaqtida yelinlarında yelin kasalligi degan nazariyani qattiq ushag'ansizlar. Allah Allah.